Men chin do'st bo'lsam, do'stim birorta kulfatga tushib qolgan bo'lsa, mana shunaqa meditsina bo'yicha og'ir vaziyatda bo'lsa, hamma ishimni tashlab qo'yib, dunyoni u chekkasiga bo'lsa ham больницаga olib borib, davolatib, oyoqqa turgizdirib yuboramanda. Shuncha o'rtoqlari bor edi, shuncha do'stlari bor edi, uyida to'la odam o'tirardi. Неужели shu ahvoli og'irligini ko'rib, shap yig'ishtirib boshqa davlatga olib chiqib, davolatishib, yordam bermadi hech kim, hayron qolyapman. Shunday xotinda oxirigacha o'lguncha prosta qarab turib, ikkita non ko'tarib kelishib, "Opa" deb reyting uchun, video qilish uchun. O't Yulduz opani qo'li qaytlarga yetmaydi. Неужели shunchalik qadri yo'q insonmidi shu Halim opa? Hamma uchun. Bunday olib qarasa, это не рак мозга, это не опухоль мозга, это не сложная процедура была, абдоминопластика. Ну, boshqa davlatga olib chiqib ketib, hamma возможность qilmaydimi, keyin aytsa bo'ladi. Chiroyli ketdi, qorlar tushdi, chiroyli ketdi. Biz bilardik, bir hafta oldin bilardik o'lishini. Bir hafta oldin bilardik o'lishini deb Yulduz chiqibdi. Ha, bilibsan, shu harakat qilib ko'rmadingmi? Oxirgi возможность, oxirgi imkoniyat bermadingmi shu bechora qizga? Shuncha seni защищать qilib chiqdi, qancha urushdi, qancha janjal qildi sen uchun. Неужели shunchalik qadri yo'qmidi bechora bo'mbaloqchani? Qutqarib qolishda 70 xil varianti bor edi. Hamma yoqqa o'tga ham, cho'qqa ham urib, sudrab olib yurib, davolasa bo'lardi. Chet ellarga olib ketib, Izraelga olib borib, u yoqqa olib borib, Yulduz opani qo'li qayerlarga yetmaydi. Aytayapti o'zi, bir hafta oldin bilganman. Shunaqa bo'lishini biz kutib turgandik. Bizning planimizda bor edi shu o'lib qolishi degan ma'noda aytayapti-da. Biling, qo'li qayerlarga yetmaydi. Shunday bo'mbaloqcha bechora yotib qiylanib, o'zini o'zi yeb, не может быть, чтобы она от abdominoplastика o'lib ketdi. Боже мой. Shuncha odam, shuncha atrofini odam to'ldirardi. Har kelganda uyini ziyofat qilib berardi Halim opa. Shuncha ziyofatdan bitta odam topilmadimi? Turing, ketdik больницаga, u yoqqa boraylik, bu yoqqa boraylik, imkonni ketkizmaylik degan odam chiqmadimi shuncha odamning ichidan? Hozir odamlarga ham bu narsalardan keyin ishongan ham kelmay qoldi do'st deyishga. Hamma bilgan o'layotganini, hamma kutgan. PR xod qilish uchun kutganmi, nima uchun kutgan, lekin bitta bo'mbaloqqina opajon o'lib ketdi. Yugurmaysanmi qo'lidan sudrab, u yoqqa olib borib, bu yoqqa olib kelib, tur, o'tirma, u больницаga boramiz, bu больницаga boramiz, Izraelga ketamiz, Moskvaga ketamiz, Turkiyaga borib davolatamiz deb sudrab olib yurmaydimi? Aytayapti Yulduz primoy efirida. Men bir hafta oldin bilgandik, biz kutgandik, biz anaqamiz bor edi, planimiz bor edi shunaqa. Taxminimiz bor edi, deyapti-da. Men просто там bervardim. Yulduz такой жестокий человек, вообще я просто в шоке. Мы ждали, когда умрет. Ну, красиво умерла. Ну, onasini ham aytdi, pechennilar hidi kelib ketdi hamma yoqdan deb. Ну, она красиво умерла, она снег упала deydi. Vaqt soat kelib, men tomosha qilmoqchiman. Shu Yulduzning Mansur akasi o'lganda ham shunaqa qilarmikin? Mansur akasini bu yerdan janozaga chiqarsa, u yoqdan to'yga ketarmikan? Yulduz hali ko'mmasdan oldin. Men olib qo'yganman-ki, odamlar meni kutadi. Odamlar meni kutadi dermikin shunda ham? Bir soatdan keyin qarasam, primoy efirda to'yda yuribdi. Даже ko'z yosh to'kmadi. Halima Yulduz uchun katta ona sher edi. Защищать qilib, tarafini olib, urush janjal qilib, bechorani hech kim защищать qila olmadi o'limdan. Hech kim yonida bo'lmadi. Tavba. Hech kim qo'lidan sudrab, men sen bilanman, yur bu yoqqa deb sudrab yurmadi shu qizda. Oddiy abdominoplastikadan o'lib ketdi shu qiz. Oddiy abdominoplastikadan.